Film Nik ismli bir odam bilan boshlanadi. U bir necha kundan beri Arktikaning sovuq tog'larida yolg'iz bir o'zi qolib ketgan. Avtohalokatga uchragach, u sheriklaridan ayrilgan. U oziq-ovqatsiz, cheklangan imkoniyatlar bilan yashashga majbur edi. Sharoit og'ir bo'lishiga qaramay, Nik muz ostidan baliq ovlab, uni avaylab, iste'mol qilib kunini o'tkazardi. Bir kuni u saqlab qo'ygan baliqlar yo'qolganligini ko'rib, yana tirik qolgan kimdir bor deb o'ylaydi. Ammo u qor ustida katta bahaybat ayiq izlarini ko'rib, hayratdan qo'rquvga tushib qochib, o'zi o'sha samolyot ichiga berkinadi. U ochlik va ayiq bilan kurashayotgan bir paytda vertolyot uchib kelayotganini eshitadi va olovli signal chalib, o'zini qutqaruvga chaqiradi. Vertolyot esa afsuski qo'naman deb vertolyot halokatiga yuz tutadi. Ichidagi haydovchi nobud bo'ladi, ammo bitta ayol tirik qoladi va Nik unga yordam berib, ayolni o'ziga keltirishga harakat qiladi. Nik ayolni amallab o'ziga keltiradi. O'ziga kelgan ayol va erkak bir-birini tilini tushunmasdi. Shuning uchun ham imo-ishoralar bilan ayolni tinchlantirishga urinardi Nik. Qornida qattiq og'riq borligini aytganda, o'sha joyni avaylab tikishga urinadi, qon ko'p yo'qotmaslik uchun. Bu o'lik Arktikada yana ikkala jon endi o'lib nobud bo'lib ketmasliklari uchun harakat boshlangan edi. Nik o'zini ayol oldida qanchalar o'zini aybdor his qilsa ham, ammo endi kurashish kerak edi. U kerakli narsalarni yig'ib oladi, shu joydan xarita ham topib oladi. Bundan tashqari, Nik ovqat isitadigan maxsus apparatcha topib oladi va u qo'llarini isitadi yoqib. Endi u taomlarni pishirib yeyishga muvaffaq bo'ladi, ya'ni baliqlarni. Vayronalar orasidan Nik ayolni oilaviy tushgan rasmini topib oladi. Demak, halok bo'lgan uni eri edi. U buni juda ham larzaga soladi, lekin endi u o'lganlarni emas, tirik qolish yo'lini o'ylash kerak edi. Xaritani titkillab, vaqti bilan vertolyotlar kelib qo'nadigan joy borligini bilib qoladi. Ayolni u yerga olib borsa, ayol katta ehtimol bilan tirik qolishi mumkinligini o'ylab ko'radi. Lekin masofa uzoq, tog'lar, sovuq, bu joyda tirik qolish ham juda ham muammoli edi. Nik issiq ovqatlarni yeb, reja tuzib, kerakli narsalarni olib yo'lga otlanadi. Yo'l juda uzoq va xavfli edi. Nik ayol yurolmagani uchun uni sudrab olib ketadi. Nik o'zi uchun emas, ayolni tezroq qutqarib qolish uchun harakat qiladi, chunki u oilasidan ayrilgan edi-da. Xaritaga qaraganda u oilab yurishiga to'g'ri keladi. Ammo kam joyni bosib o'tganligiga qaramasdan, Nik o'zida kuch va g'ayrat topib, oldinga yurishda davom etadi. Tog'li, qorli, sovuq joylarda Nikning yurishi ham sekinlashadi. Nik ayolni harorati tushib ketayotganini ko'rgach, qordan chuqurcha qazib, pana bir joy qiladi va issiq ovqat yedirishga urinadi, ammo umid juda oz bo'lgan. Ammo ichidagi aybdorlik hissi esa unga kuch berardi. Ular bir tunni omon-eson o'tkazishadi va ertalabdan yana yo'lga tushadi. Oq ayiq xavfi, sovuq bo'lishiga qaramasdan, Nik o'zida kuch topib olg'a davom etardi. Bor yo'g'i 2-3tagina balig'i qolgandi xolos. Bu ham ochlikdan o'lib ketish ehtimolini kuchaytirardi. Xarita orqali ketayotib baland tog'larni ko'radi va undan oshib o'tish kerak edi. Chanani qanday tortish haqida reja tuzardi. Nik bu juda ham qiyin bo'lishini bilardi. Nik o'sha tog'dan olib o'tish uchun harakat qilib ko'radi, chunki aylanib o'tadigan yo'l topgan bo'lsa ham, u 1-2 kun vaqtni ko'p oladi va oziq-ovqat tugab qolish ehtimolini beradi. Shu bois toqqa chiqadi va arqonni tepadan uzatib, haligi chanani tortmoqchi bo'ladi. Ammo afsuski, chana qo'l sovuqligidan arqon surpanib, chana yerga pastga surpanib tushib ketadi. Nik juda ham yuragi achinib, afsus qiladi. Tog'dan amallab uni olib o'tishni uddalolmaydiganligini sezgan Nik ayolni qanday bo'lmasin, aylanib o'tib bo'lsa ham manzilga olib borishni niyat qiladi. Bunday qalin va sovuq qorda yurish Nikni yana ham qiyinlashtiradi, ahvolini og'irlashtiradi. Tun yaqinlashib kelayotgan Nikning esa pana qilish kuchi yetmaganligi uchun bir g'orchani topib oladi va u yerga asboblarni, chanani, ayolni joylashtiradi. Suvni qaynatib isitib, qizga nimadir malham berishga urinadi. Shu payt tashqarida g'urlagan ovoz eshitiladi. Nik taxmin qiladi, u oq ayiq edi.
eng qo'rqqani oldiga keladi. Oq ayiqning uyi bo'lib chiqdi bug'or. Endi u nima qilib qutuladi? Oq ayiq ichkariga kirib hamla qilsa, u qutula olmasligini bilardi va qutqaruv signalidan foydalanishga majbur bo'ladi. Oq ayiq qo'rqib tashqariga otilib chiqib ketadi. Nik shu bilan oq ayiqdan vaqtinchalik qutulib qolganini biladi. Ertalab bo'lishi bilan Nik qizni oladi-da, chanada tezroq ketib qolishga urinadi. Chunki oq ayiq yana qaytishini bilardi. Nikni navbatdagi qiyinchilik kuchli bo'ron kutib turgan edi. Bo'ron ularni juda qattiq uchiradi. Shu payt Nik chanani ag'darib, tagida qiz bilan o'zini panohda saqlaydi. U yer juda ham sovuq va zig'rin bo'ladi. Yana tong otishi bilan Nik darrov turadi va chanani ag'darib, qizni joylab, yo'lda davom etadi. Qizning ahvoli og'irlashganida, jarohat chuqurlashib, infeksiya tushganida, qizning harorati juda ham pasayib, o'lish ehtimoli kuchli edi. Nik o'ylanib qoladi. Agar qizni olib ketadigan bo'lsa, u nobud bo'lishi bor, o'zi ham nobud bo'ladi. Qizni tashlab ketsa esa vijdoni chidolmayapti. Nima qilishni bilmay cho'ntagidan oilaviy tushgan rasmini chiqaradi va qizni qo'liga tutqizadi. Oilangni esla, o'yla deydi. Qo'yib yuborgisi, tashlab ketgisi ham kelmaydi. Ammo Nik bunga majbur bo'ladi. Chunki ikkisi ham nobud bo'lib ketgandan ko'ra, qizni shu yerda qoldirib o'zi qutqaruv joyiga yetib olsa, qizga yordam berishi mumkinligini tushunardi. Va Nik yo'lda yolg'iz chana bilan davom etadi. Ammo taqdir uni ham qo'yib yubormaydi. Navbatdagi qiyinchilik bilan siylaydi. Chuqurlikka tushib ketadi Nik. Bu qizni tashlab ketgani uchun unga nisbatan jazo deb biladi va singan oyog'ini azobidan juda ham baqiradi. Amallab sudralib yer yuzidan tashqariga chiqib olishga muvaffaq bo'ladi. Nik qizni oldiga qaytib keladi va o'ziga o'zi muzliklar orasida so'z beradi. Hech qanday nima bo'lgan taqdirda ham qizni tashlab ketmasligiga so'z beradi. Va oyog'iga mahkam qilib bog'lab yo'lda davom etadi. Xaritada chizilgan nimalar bo'yicha qarab borib, amallab qutqaruv joyiga yetib borishadi. So'nggi manzilga kelgach, o'sha qutqaruv signalini faqat tog' cho'qqisida balandga chiqib yuborish kerak bo'ladi. Qizni pastda qoldiradi-da, amallab qo'llar yetilguncha chidab tog' cho'qqisiga chiqadi. Va nihoyat vertolyot, uni ko'zlari yonib xursandchilikdan porlaydi. Nihoyat vertolyot qutqaruv signalini olib yoqmoqchi bo'ladi, ammo vertolyot uni ko'rmaydi. So'ng Nik umidsizlanmasdan boradi-da, qizni olib etagiga bog'lab, amallab uni cho'qqiga olib chiqishga urinadi. Nik cho'qqiga qizni ham olib chiqadi. Vertolyot uzoqdan ko'rinib turardi hamon. Nik nima qilishini bilmadi. Ovozlari bilan baqirdi, ammo shamollardan yetib ham bormasdi. Oxirgi umid ustidagi sovuqdan panaqib turgan kurtkasini yechib, alanga oldirib, uni cho'qqiga ko'tarib baland ushlab turish edi. Biroz umid berayotgandek bo'lardi vertolyot, ammo ko'rmasdan tog'lar ortiga qayriladi-yu uchib ketadi. Umidsizlikka tushgan Nik baqirib yig'laydi qizni quchoqlab. Nik bechora juda ham holsizlanadi. Qizni bag'riga bosib juda ham yig'laydi va pichirlaydi. O'lim bo'lsa yolg'iz emasman, deydi. Afsuski, endi u tan beradi. Holi yo'qolib, umidi so'nib yiqiladi. Shu paytda ovoz eshitiladi. Ovoz vertolyotniki edi. U alahsirayapman deb o'ylaydi. Ko'zlarini ochib qarasa, vertolyot qaytayotganini ko'radi. U darrov turib alangalayotgan kurtkasini olib yana tepaga ko'tarishga, oxirgi kuchini to'plab tepaga ko'tarishga urinadi. Va nihoyat vertolyot ortga qaytadi. Nik har qanday holatda bo'lsa ham ayolni tashlab ketmadi. U vijdoni bilan azoblanishni istamadi. Mana odamzod qanday holatda bo'lsa ham kurashsa albatta o'z maqsadiga yetishining yaqqol misoli edi. Film shunday o'z yakuniga yetadi. Kanalimizga obuna bo'ling va bundan-da qiziqarli filmlarni tarjima sharhli holatini ko'rishni istasangiz, biz bilan qoling.